Bilasizmi, uy sharoitida Rafaela shirinligini oson tarzda tayyorlash mumkin. Buning uchun bizga vafli kerak bo'ladi. Men oq va qora vaflidan foydalandim. Vaflini mayda qilib choperda chiqarib oldim va eritilgan sariyog' solib, yaxshilab aralashtirib oldim. Tayyor massadan yong'oq kattaligida shariklar yasab oldim va xohishga ko'ra ichiga yong'oq soldim. Barchasini xuddi shu tarzda tayyorlab oldim. Agar xohlasangiz ichiga bodom yoki boshqa yong'oq turidan ham solishingiz mumkin. Xohlasangiz umuman solmasligingiz ham mumkin. Tayyor bo'lgan topchalarimizni kokos qirindisiga yaxshilab botirib olamiz. Shunda ko'rinishi Rafaeloga o'xshab chiqadi. Bu shirinlikni yosh qizchalar ham bemalol tayyorlashlari mumkin. Chunki retsept juda ham oson. Kanalimda bundan ham ko'p oson retseptlarim bor. Kirib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Shirinligimiz tayyor bo'ldi. Dasturxonga chiroyli qilib tortishimiz mumkin. Retsept haqida fikrlaringizni kommentariyada kutib qolaman. Ha, aytgancha retseptni ham kommentariyga yozib qoldiraman.